Assalomu alaykum hurmatli onajonlar. Bugungi video darsligimiz lechebniy fizkultura haqida bo'ladi. Sizlar bilan 26 yillik ish tajribasiga ega oliy toifali shifokor, vrach nevropatolog, sizni sevimli do'xtiringiz Zebiniso Yodgarovaman. Hammalaringizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sog'lom bola formulasi proyektimizning oxirgi video darsliklarini berib boryapman va shu kunga yetib kelganligimdan juda ham xursandman. Sizlar ham meni tinglab turganingizdan men bag'oyat xursandman. Ushbu darsligi va o'sha tartib bo'yicha bizada bolani chiniqtirish uchun eng samarali, uy sharoitida qilish mumkin bo'lgan metodlar haqida gaplashmoqchi edik. O'tgan darsligimda yodingizda bo'lsa, bolani oddiygina quyoshda sayr qildirish qanchalik foyda ekanligini, bolani ushbu quyoshda sayr qildirish orqali raxit, O-obrazli, X-obrazli oyoqlar bo'lishidan, umurtqa skoliozi, immunitet pastligi va hokazo kasalliklarni oldini olish uchun quyosh nurlarining foydasi haqida gapirgan edik. Va shu bilan birgalikda bolalarda sensorni motorikani rivojlanishi uchun oddiy qum uyumlarida o'ynash, hovlida yurish, hamma qumursqa toshlarni ushlab ko'rish qanchalik foyda ekanligi haqida gaplashgandik. Bugun esa LFK haqida gapiramiz. Xo'sh, LFK nima o'zi? LFK bu ruscha termin bo'lib, lechebniy fizkultura kompleksi deyiladi. LFK, ya'ni lechebniy fizkulturniy kompleks yoki o'zbek tilida tarjima qiladigan bo'lsak, shifobaxsh jismoniy mashqlar kompleksi deyiladi. Xo'sh, bu mashqlar albatta qayerdadir biron bir klinikada yoki reabilitatsion sentrda yoki biron bir mutaxassisdan olish shartmi degan odamlar, onalar bo'lsa, mutlaqo xato qilasiz. Har bitta ona farzand tug'ibdiki, farzand yaratibdiki, oddiygina bajarish kerak bo'lgan lechebniy fizkultura mashqlarini bilishi shart. Ushbu videoyimni davomida diqqat qilsangiz, buni foydalari haqida va uni qanday qilib uy sharoitida foydalanishlar haqida sizga tavsiya beraman va video oxirida sizlarga jadval va rasmli ko'rsatkichlar shaklida ushbu chiniqtirish mashqlarini ham tashlab beramiz. Agar siz diqqat bilan ushbu jadvallarni kuzatsangiz, qaysi yoshda bolalarga uy sharoitida qanday mashqlar bajarish kerak ekan degan savolga to'liq javobni olasiz. Men hozir onlayn ushbu darsimda bu mashqlarning foydalari va qachon shug'ullanish kerak, bola qaysi yoshda boshlash kerak va uni kun davomida qay paytda qilish kerak haqida va uni zarari bor bo'lsa zarari haqida tushuntiraman va video oxirida beriladigan 5 ta tablitsada siz ushbu LFK mashqlarining to'liq konstruksiyasini ham qo'lga kiritasiz. Hurmatli onajonlar, LFK mashqlari lechebniy fizkultura har bitta inson uchun, u bola bo'ladimi, u katta odam bo'ladimi, hokazo har bittamiz uchun kerak. Bunda asosan biz bajaradigan oddiy gimnastik mashqlar yordamida biz tanamizdagi qon aylanish faoliyatini yaxshilaymiz. Depolarda yig'ilib qolgan qonlarni harakatini ta'minlaymiz. To'g'ri nafas olish mashqlari orqali o'pkamizga kislorodni to'liq yetib kelishiga erishamiz. Umurtqa osankasini to'g'rilash mashqlari orqali umurtqa pog'onasini to'g'ri rivojlanishiga erishamiz. Xuddi mana skeletda hozir yonimda turgan ushbu manekenda mana umurtqani shakli turibdi. Aynan bolalarni 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda lechebniy fizkultura mashqlarini bajarish orqali biz umurtqa pog'onasining to'g'ri shakllanishiga, bosh miya chanog'ining to'g'ri shakllanishiga, yelkalarning to'g'ri shakllanishiga va oyoqlarning to'g'ri jismoniy sog'lom bo'lib yetilishiga erishar ekanmiz. Hurmatli onajonlar,
Jismoniy shifoli mashqlar bajarish asosan ertalab bolalar uyqudan turgandan keyin ota-ona bilan birgalikda bajarilganligi ma'qul. Chunki sizni farzandingiz hali bu ko'nikmaga o'rganmagan va siz ham o'zingiz bajarib, bola bilan birga bajarmasangiz, buning foydasi bo'lmaydi. Oddiy shuni uy sharoitida biron bir pokrival yoki oddiy bir o'zingizga qulay gilamcha ustida bajarishingiz mumkin. Unda asosan qo'l va oyoqlarda chigilni yozuvchi mashqlar bajariladi. Bunda har bitta bo'g'imda harakatlar ochiladi. 5 tadan 10 martagacha bu harakatlar bajaradi. Dastlab boshni aylantiruvchi, o'ngga va chapga, boshni eguvchi, boshni to'g'rilovchi mashqlar qilinadi. Keyin xuddi shu mashqlar bel umurtqa sohasidagi korpusni to'g'rilovchi, oyoqlarda harakatni yaxshilovchi mashqlardan iborat bo'ladi. Dastlab siz bolangizni LFK chiniqtirish mashqlariga o'rgatar ekansiz, darrov murakkab shakllarga o'tib ketmang. Har bitta sizga ushbu video darsliklarda oxirida beradigan jadvalda ko'rsatilgan mashqlarni 1 oy davomida sekin astalik bilan o'rganib borishingizni tavsiya etamiz. Masalan, har kuni 3 tadan mashq bajarsangiz, har 3 kunda keyingi mashqni qo'shib borsangiz, 1 oy davomida sizni farzandingizda 10 dan ortiq LFK, ya'ni lechebniy fizkultura mashqlari o'zining xotirasida va tanasida mujassam bo'ladi. Undan tashqari bola har kuni mashq bajarar ekan, uni qon aylanish tizimi yaxshilanadi, oshqozon ichak trakti faoliyati yaxshilanadi, bolani umurtqa pog'onasi to'g'ri shakllanadi, son chonoq bo'g'imida qon aylanish yaxshilanib, bolani yurishi yaxshilanadi, bel mushaklaridagi mushaklar tonusi normallashib, bola belini vaqtida ushlaydi va hokazo. Demak, bola 4 oylik, 5 oylik bo'lgandan boshlab siz bolangizga dastlabki lechebniy fizkultura mashqlarini bajarishingiz kerak. Bunda oyoqlarini bukib ochish, qo'llarni yelka chigalida aylantirish va hokazo. Shu bilan birgalikda bolani qorniga yotqizish usuli ham eng zo'r LFK mashqlariga kiradi. Bola 1 yoshga kirgandan keyin son chonoq bo'g'imida oyoqlarini ochib, yopish va qorniga press berish mashqlari ham o'ta foydali mashq hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda bir joyda turib 10 tacha, 15 martagacha sakrash ham o'ta foydali mashq hisoblanadi. Xuddi shu mashqlarni uy sharoitida bajarishingizni, iloji boricha toza havoda bolangiz bilan bajarishingizni va shu bilan birgalikda bola bilan har kuni hech bo'lmasa 100 qadam, 50 qadam piyoda yurishni tavsiya etaman. Piyoda yurish mashqlari bola 1,5-2 yoshga to'lgandan keyin bolani shundoq qo'lchasidan ushlab yurish harakatlarini bajarishga aytiladi. Hurmatli onajonlar, bugun LFK mashqlaridan tashqari bolalarni cho'miltirish haqida ham o'z fikrimni aytib o'tmoqchiman. Cho'miltirish chiniqtirishning eng zo'r samarali usullaridan biri hisoblanadi. Aynan siz farzandingizni har safar cho'miltirar ekansiz, bola teri orqali nafas olib boshlaydi. Biz tanamizga nafasni burun va og'iz orqali, o'pkalar orqali nafas olsak, ikkinchi nafas olish tizimi bu teri orqali nafas olish hisoblanadi. Endi tasavvur eting, agar farzandingiz burun, og'iz va o'pkadan tashqari terilar orqali ham nafas olsa, bolani salomatligi uchun qanchalik yaxshi va foydali natijaga erishamiz. Shuning uchun siz issiq kunlarda, mana hozir iyun oyi, kunni isishi boshlandi, bolani iloji bo'lsa kuniga 2 marta cho'miltiring. Agar ilojini topa olmasangiz, hech bo'lmasa 1 marta, lekin albatta cho'miltirishni tavsiya etaman. Bu cho'milish texnikasi va metodologiyasi hammaga tanish, o'sha o'z qoidalariga asosan qilinadi va faqat cho'miltirish bolaning hamma tomonlama sog'lom va baquvvat bo'lib rivojlanishiga eng asosiy olib keluvchi metodlardan biri hisoblanadi. Hurmatli onajonlar, diqqat qilgan bo'lsangiz, sog'lom bolaga erishish uchun bolaga birinchi o'rinda to'g'ri oziq-ovqat,
oziqa berish kerak, uni ratsionini to'g'rilash kerak, barcha minerallar, uglevodlar, oqsillar, yog'lar, vitaminlar hammasini to'liq yetkazib berish kerak. Ikkinchisi, bolani o'z vaqtida to'g'ri suv ichirish kerak. Undan keyin bolada rivojlanish, tarbiyalashda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. Undan keyin bolani chiniqtirishga, quyosh nurida sayr qildirish, toza havoda sayr qilish, uyda lichebniy fizkultura mashqlarini bajarish va hokazo. Mana shularni hammasini mukammal bajarganingizdagina sizda sog'lom, barkamol va jismonan barkamol farzand va voyaga yetadi va siz bor pullaringizni faqat yaxshi kunlaringizga ishlatasiz va o'zingizdan keyin ushbu tushunchaga ega bo'lmagan har bitta ota-onaga to'g'ri yo'l ko'rsata olasiz. Hurmatli onajonlar, bugungi video darsligim sizga yana ham manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting, video darsliklarimizda aktiv bo'ling va men sizlarga foydali ma'lumotlar berishda davom etaman.